Qoravoy, yaxshi bo'lsang oshingni yeysan, yomon bo'lsang qazili osh yeysan. Kivi. Ustoz bu kayfiyatingiz zo'r, soqqa qilamizmi deyman? Aqali. Yana soqqa. Chala ustalar ishlayapsizlarmi? Buncha to'ymi? Mashina kalotkasini tez almashtirib qo'yinglar, 1 soatda kelaman. Pulini kim beradi? Voy, o'zi eng ko'p ishlagan pulingiz $100 bo'lsa kerak. Xavotir olmang, og'zingizga siqqan pulni beraman. Ustoz buncha kibr to'yu, kalotkasiga salidon surib qo'yma, bir dabini yedi. Bajarsa bir kazul bolaga o'xshaydi. Uni haqqini boshqa yo'lni qilamiz. Sen kalotkani almashtirib. Xo'p, ustoz. Kalotkasini almashtirib qo'yni, buni qanaqa jazo olamiz? Moshina zavat qil. Nega ustoz? Moshina zavat bo'lgandan keyin minus kelimasiga men plasmasani tiqib qotirib qo'yamiz. Ha, u ahmoq zavat qilib uyga ketadimi? Ha, o'chiradimi? Keyin yana zavat qilman desa, massa-yu zavat bo'lmaydi. Ha, u kazuli aqliga yetmaydi u narsadan bo'lgan. Hamon sochib tashlaydi. Ha, keyin ustolar qadriga yetadi. Mazavat qilaman. Tayyor bo'ldimi aqali? Ha, siz kizmaysizmi uni? Mana bitta 150 ming so'm, kechroq 50 ming tashib ketaman. Kechasi kelolmasang kerak-ku. O'zi nimasida qilayotgan ekan? Ha, mashinasi granatasi ketib qopti-ku. Bor granat olib keling. Nima? Granata. Topa olarmikanman o'zi. Bugunoq boksni bo'shatib qo'ylaring. Nima deganingiz bu? G'ayratga endi klet o'rgatdik o'zi. Jiyanim-ku, salladan 2 barobar ko'p beradi. Zatirchi nima bo'ladi? Menga qiziqma, surlaring, sur. Ho'kiz. Ustoz shunda joyimizni tashlab ketaveramizmi? Alamimizni olmaymizmi? Bo'lamiz qani. Top keldim granatani. Buni haqiqiy granatami bu? 10 so'm bo'lmadi topish. Nima qilay buni? U mana odamni ko'ryapsizmi? Mo'ylovliymi? Ha, o'sha mo'ylovli. Ha, borasiz, hozir granatani iligidan tortib, qo'liga berib qo'yasiz. Faqat o'zingiz tez chiqib keting. O'shanda mashinam tuzaladimi? Ha, bittada tuzaladi, bora qoling. Ustoz, lekin dushmanimizdan zo'r alam oldingiz-da. Shogird, bir gapni unutmagin. Bizni do'stimiz bo'lmaydi. Ha, dushmanimiz yashamaydi.